yaqinda yorituvchi fora chiroqlari yoqiladi. Agar shatakka olingan bo'lsa, siz avariya yorug'lik ishoralarini yoqib qo'yasiz. Agar u o'chiq bo'ladigan bo'lsa, ishlamayotgan bo'lsa, nosoz bo'ladigan bo'lsa, orqada to'xtash belgisi o'rnatib qo'yilishi kerak. Ya'ni avariya sababli to'xtash belgisi bo'ladi 3 burchak. Shu belgi o'rnatib qo'yilishi kerak. Mazkur yo'l belgisi, bu yo'l belgisi vaqtinchalik belgi hisoblanadi. Ya'ni doimiy belgilarda ichi sariq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni doimiy ichi oq belgilarda sariq bo'ladigan bo'lsa, vaqtinchalik belgi hisoblanadi. Avtomobil harakatining barcha ruxsat etilgan yo'nalishlarining bajarib ko'rsatilyapti. Xo'p, belgi faqat mototsiklning harakatlanishi mumkin emas deyapti, to'g'ri. Demak, mototsikl harakatlanishi mumkin emas degandan keyin yengil avtomobil bo'lgandan keyin yengil avtomobil barcha yo'nalishlarda harakatlansa bo'ladi. Qorindan yopiq jarohat olgan jabrlanuvchi qanday tashkillanadi? Qorindan yopiq jarohatlangan yo'lovchi. Endi bu imtihon markaziga tushmaydi, shuning uchun oxirida ishlaymiz. Qaysi belgi to'siqni chapdan yonib o'tishni ko'rsatadi? Xo'p. To'siqni chapdan aylanib o'tishni 3-dagi belgi ko'rsatadi, ya'ni shu belgi. Chorrahada aylanma harakatlanishni ishlaydigan, siz yaqinlashib kelayotgan chorrahaning qatnov qismi ikkita harakatlanish bo'lagiga ega. Chorrahaga kelganingizda butunlash uchun qaysi tasmani o'zgartirishingiz lozim. Chorrahaga kelayotgan paytingiz bo'lsa, o'ng yoki chap tasmani tiqish qiladi. Chorrahadan chiqib ketishda eng chetga o'ng bo'lak egallanadi. Bu holatda siz kirib kelyapsiz deganingiz uchun ikkala bo'lakka kirsak ham bo'laveradi. Qanday joylarda to'xtab turish taqiqlanadi? Xo'p, birinchisi, qatnov qismi kesishmasining chekkasiga 30 metrdan ko'p masofada to'xtab tursa bo'ladi, chunki 30 metrdan kam masofada mumkin emas dedik. Shu javob noto'g'ri bo'lganligi uchun 5-javob ham noto'g'ri, ya'ni 5-javobni ham chiqarib yuboramiz shu bilan birga. Keyingisi, ikkinchisi, piyodalarning o'tish joyi oldida 10 metrdan ko'p masofa qolganda, ya'ni peshovodgacha 10 metrdan ko'p masofa qolganda, 10 metrdan kam masofa qolganda mumkin emas. Demak, bu javob ham noto'g'ri. Ikkinchisi, uchinchisi, piyodalar o'tish joyidan o'tgandan keyin 1 metr masofa uzoqlikda. Siz piyodalar o'tish joylaridan o'tgandan keyin 1 metr masofa uzoqlikda to'xtasangiz bo'ladi. Demak, 3 ta javob noto'g'ri. Shu barcha sanab o'tilgan javoblar ham noto'g'ri. Endi 4-chi o'yinimiz. Transport vositalarining harakatlanishiga, kirish chiqishiga imkon qolgan piyodalarning harakatlanishiga xalaqit beradigan joylar. Masalan, kimdir uyini oldiga, mahallada hovlida turadiganlarni, kimdir uyini oldiga transport vositasini qo'yib qo'yadigan bo'lsa, mashinangiz kelib chiqolmaydi, mashinangizga kelib chiqolmasligingiz mumkin yoki o'zingiz kelib chiqolmasligingiz mumkin. Shu holatlar taqiqlanadi. Haydovchi avtopoyezdni tormozlashning qanday qoidalarini o'rganadi? Qaysi qoidalarga rioya qilish kerak? Avtopoyezdni tormozlashda siz oldindan tezlikni kamaytirib kelasiz. Chunki avtopoyezd agar tezlikda keskin bosadigan bo'lsangiz, transport vositasi ag'anab ketish ehtimoli yo'q keladi. Shuning uchun oldindan tezlikni kamaytirib kelasiz. Yotiq chiziqlarning sidirg'achisi qanday bosib o'tishga ruxsat etiladi? Ruxsat beriladi faqat bitta holatda. U ham bo'lsa qatnov qismining chetini bildirgan holatlarda. Masalan, qatnov qismining chetiga chiziladigan sariq bo'lishi mumkin, oq bo'lishi mumkin. Shularni bosib o'tish mumkin xolos. Faqat shunday holda ruxsat etiladiki, agar qatnov qismining chetlarini bildirsa. Kim yo'l harakati qatnashchisi hisoblanadi? Yo'l harakati qatnashchisi deb turib, yo'l harakati jarayonida transport vositasining ichidagi haydovchi, yo'lovchi va tashqi transport vositasidan tashqaridagi piyoda hisoblanadi. Yo'l harakati Xo'p, qaysi belgi qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydigan talablarni bekor qilishni ko'rsatadi? 4-dagi belgi, ya'ni 4-dagi belgi keladigan bo'lsa, sizga kiritilgan cheklovlar tugadi degan. Aholi punktidagi cheklovlar. Xo'p, birinchisi avtomagistral degani, ikkinchisi asosiy yo'llar tugashi degani, uchinchi belgi barcha cheklovlarning oxiri. Bu barcha cheklovlarning oxiri aholi punkti belgi tugashidan oldin kelishi ham mumkin. Xo'p, 4-dagini aytdim, 5-dagi yo'lga просто aholi punktdan tashqari yo'ldagi nomda o'zi tugadi degan, ya'ni Chimboyda o'zi tugadi degan. Hech qanaqa belgilangan cheklov yo'q unda. 6-dagi yo'l avtomagistral yo'lning oxiri degani. 4-dagi bizga rasmda ko'rsatilgan holatda haydovchilarni tushirish uchun to'xtash ruxsat etiladimi? O'ziga chiziq bo'lganligi uchun ruxsat beriladi. Agar sidirg'a chiziq bo'lganda mumkin emas bo'ladi.
Agar piyodalar o'z joyidan keyin tirbandlik vujudga kelib, haydovchi piyodalar o'z joyida to'xtashga majbur bo'lsa, haydovchi nima qilish kerak? Xo'p, agar piyodalar o'z joyidan keyin tirbandlik vujudga keladigan bo'lsa, siz piyodalar o'tish joyiga o'tmasangiz bo'ldi. Har qancha masofa, balki 5 sm, balki 10 sm, balki 20 sm farq yo'q. Sizga masofasi ko'rsatilmagan. Ya'ni piyodalar o'tish joyigacha oldidan 15 metr masofa deyilmagan. Shuning uchun ikkinchidagi bilan to'rtinchidagi javobni chiqaraveramiz. Ya'ni ikkinchida metr masofa ko'rsatilyapti. To'rtinchida ham metr masofa ko'rsatilyapti. Endi birinchisini o'qib ko'ramiz. To'xtashga va piyodalar o'tish joyiga o'tmaslikka, chunki piyodalarning harakatlanishi uchun to'sqinlik qiladi. To'ppa-to'g'ri, ya'ni piyodalar o'tish joyiga kirmashingiz kerak dedik. Uchinchisini o'qib ko'ramiz. Oldin kirgan transport vositasidan zarur oraliq masofa saqlagan holatda piyodalar o'tish joyida to'xtash kerak. Piyodalar joyida to'xtasangiz, agar siz piyodalar harakatlanishiga xalaqit berib qo'yasiz. Shuning uchun birinchi o'qib. Qaysi belgi 50 km/dan kam tezlikda harakatlanishni taqiqlaydi? Uchinchidagi belgi taqiqlaydi, ya'ni uchinchidagi belgi 50 dan kam yurishni taqiqlaydi. Xo'p, birinchisi 50 dan baland yurish taqiqlangan degani, ikkinchi belgi 50 dan oshirish mumkin endi degani. Ya'ni 50 dan kam yurish taqiqlangan hudud tugadi, birinchisini tugatyapti. Uchinchidagi belgi aholi 50 dan kam tezlikda taqiqlaydi, ya'ni siz eng kam 50 yoki undan baland yurishingiz kerak degani. To'rtinchidagi belgi endi tezligingizni 50 dan pastga tushirsangiz ham bo'ladi deydi. Beshinchidagi belgi endi siz 50 sizga belgilangan, ya'ni yo'lda 50 tezlik belgilangan, xohlasangiz baland yurishingiz mumkin, xohlasangiz kam yurishingiz mumkin. Bu tavsiya qilib qo'yilyapti. Ya'ni yo'l sharoitiga qarab turib tavsiya qilinyapti xolos. Xizmat vazifasini bajarayotgan shlagbaumni o'z vositachalik bilan ochishga yoki uni aylanib o'tishga ruxsat etiladi. Yo'q, mumkin emas. Hech qachon shlagbaumni o'z vositachalik bilan ochish mumkin emas. Yengil avtomobilning tom qismiga o'rnatilgan yukxonasida yuk tashishda yukning uzunligi avtomobilning gabaritining necha metrdan necha metrdan oshmasa tashishga yo'l qo'yiladi. Yengil avtomobilda tom qismiga o'rnatilgan uzunligi yarim metrdan oshmasligi kerak. Sanab o'tilgan qaysi holatlarda transport vositalaridan foydalanish ruxsat etiladi? Xo'p, foydalanish ruxsat etiladi deb so'rayapti. Yorituvchi chiroq nurining yo'nalishi buzilgan bo'lsa, yo'q, mumkin emas. Ikkinchisi, ishlab chiqarish to'xtatilgan yengil avtomobillarga, boshqa turlarga va yer tizimidagi foydalanishda bo'lgan transport vositalarining tashqi yorug'gichlari o'rnatilgan bo'lsa, mana shu ruxsat berilgan, ya'ni ishlab chiqarish to'xtatilgan transport vositalariga boshqa turdagi transport vositalari faralari o'rnatilgan bo'lsa, ruxsat beriladi. Uchinchisida, tashqi yoritish asboblari yoki nur qaytargichlar belgilangan tartibda ishlamayotgan bo'lsa yoki ifloslangan bo'lsa, mumkin emas. Ruxsat etilgan to'lov vazni 3,5 tonnadan kam bo'lgan yuk avtomobil haydovchisiga avtomagistralda nima taqiqlangan? 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobili Labo. Xo'p, Laboda yo'lning chetki o'ng qatorida harakatlanish mumkin. Ya'ni xohlasa harakatlanadi, xohlasa harakatlanmaydi. Demak, bu javob noto'g'ri. Shu bilan birga 4-javobni ham chiqarib olamiz. Avtomagistralda orqaga harakatlanish mumkin emas. Demak, chunki uchinchidagi belgi transport vositasini shatakka olish. Shatakka olish istalgan usulda ruxsat beriladi. Tormoz tizimi ishlamay qolganda avtomobilni to'xtatish kerak. Xo'p, tormoz tizimi ishlamay qolganda avtomobilni tezlikni pasaytirish iloji boricha endi unda ham to'xtamaydigan bo'lsa, birorta to'siqdan foydalanishingiz kerak. Xo'p, sutkaning yorug' vaqtida yaqinni yorituvchi qora chiroqlarni yoqish ogohlantirish ishorasi hisoblanadimi? Albatta. Ya'ni sutkaning yorug' vaqtida yaqinni yorituvchi shatakka olingan transport vositasi yaqinni yoritish asboblarini yoqib qo'yish kerak. Ya'ni shatakka olganda mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, yana bitta holat, odam tashiyotgan avtobus belgilangan yo'nalishdagi avtobus haydovchilarini yoqib olgan bo'lishi kerak. Va bolalar yurug'ini tashiyotgan avtobus bo'ladimi, boshqa transport vositasi bo'ladimi, unda ham yoqilgan bo'lishi kerak. Demak, bo'lyapti. Qaysi joyda yo'lovchilar chiqish va tushish maydonchasi bo'lmagan sharoitdagi yo'lovchilar chiqish va tushish joylari to'g'ri ko'rsatiladi. Yo'lovchilar o'ng tomondan tushib chiqishi xavfsizroq hisoblanadi. Ya'ni o'ng tomon bo'ladigan bo'lsa, trotuar yoki yo'l yoqasi tomon hisoblanadi. Qatnov qismi chap tomon, ya'ni haydovchi tomon hisoblanadi. Shuning uchun mumkin emas. Qatnov qismidan tushib chiqish xavfsiz emas. Ya'ni mumkin, lekin xavfsiz emas. Xo'p, birinchisida qatnov qismi keltirilyapti. O'qimasdan turib belgilangan. Ikkinchisi, trotuar tomon to'g'ri, lekin yana bu javob to'liq emasligi uchun bu javob ham noto'g'ri.
Uchinchisi, yo'l yoqasi yoki qatnov qismi. Yana qatnov qismi deb keltirilganligi uchun uchinchi javob bilan belgilaymiz. Trotuar yoki yo'l yoqasi. Mana shu javob to'liq ko'rsatiladi. Shuning uchun shu. Bosh miyali kalla suyagi o'rtacha jarrohlik. Buni ham oxiriga belgilaymiz. Belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlangan yo'nalishli transport vositalarining haydovchilari piyodalar joydan tashqarida oq haslar bilan ishora bergan ko'z ojiz piyodalarni o'tkazib yuborishi kerakmi? Barcha holatlarda o'tkazib yuborish kerak. Na piyodalar o'tish joylarida bo'lsa, na piyodalar o'tish joylaridan tashqarida bo'lsin. Farqi yo'q. Yuk avtomobilda yuk tashish taqiqlanadi agar. Xo'p. Birinchisi, yuk yon tomonga 40 santimetrdan chiqib tursa, yarim metrgacha ruxsat beriladi. Demak, ruxsat beriladi bunda. Bu javob noto'g'ri. Shu bilan birga barcha sanab o'tilgan 4-javobni ham chiqarib olamiz. Ikkinchisi, yuk transport vositasining gabaritlaridan oldi yoki orqa tomonga 1 metrdan chiqib tursa, 1 metrdan chiqib tursa ruxsat beriladi. Ya'ni ikki tomonga yarim metr 2 metrdan chiqib turmasligi kerak. 2 metrdan chiqib turadigan bo'lsa, unda ham ruxsat beriladi. Faqat GAI ruxsati bilan. Uchinchisi, tashlayotgan yuk vositasi shu transport vositasi uchun ishlab chiqargan korxona belgilagan miqdorni ortib ketadigan bo'lsa. Ya'ni bu nima degani? Transport vositasi uchun mo'ljallangan aytaylik 10 tonna, 10 tonnadan ortiq 15 tonna yuklab olgan bo'lsa mumkin emas. Ko'rsatilgan vaziyatda qaysi tasmadan unga bo'lish lozim? Ko'rsatilgan vaziyatda uzuk-uzuk chiza bo'lganligi uchun har tasmadan unga bo'lsangiz bo'ladi. Keyingi formadan javob endi umumiy 50 talikdan ikkita birinchi tibbiy yordam tushdi. Imtihon markaziga birinchi tibbiy yordam tushmaganligi uchun oxirida belgilayapmiz. Yonboshi, xo'p, qornidan yopiq jarohat olgan jabrlanuvchi qanday tashlanadi? Xo'p, qornidan yopiq jarohat olgan haydovchiga yotkazilgan holatda lat yegan joyiga issiq, sovuq narsa, muz, qand qo'yilishi kerak. Ya'ni ichidan qanaqadir qon ketish alomatlari bo'layotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bosh miya va kalla suyagi o'rtacha holatda jarohatlangan jabrlanuvchini transportning qaysi turiga tashish kerak? Bu holat bo'ladigan bo'lsa, faqat tez tibbiy yordam mashinasida tashlanadi.